Bolajon, Yakkasaroy tumani oldin qanday ko'rinishda bo'lgan, qanday joy edi? Ke bolam, men bitta o'tirib bemalol gaplashib, senga gapirib beraman tarixini. Demak, Yakkasaroyning bugungi ko'rinishi osonlikcha paydo bo'lmagan ekan-da. Albatta bolam, bugungi obod ko'chalar, zamonaviy binolar, go'zal xiyobonlar o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Kechagi mehnatni, bugungi harakatni va ertangi orzularning davomidir. Bobo, unda Yakkasaroyning tarixini yana aytib bering. Mayli bolam, quloq sol. Biz hozir 90 yillik tarix sahifalarini varaqlaymiz. Sen ko'rayotgan Yakkasaroy bugun va ertaning uyg'unligidan bunyod bo'lgan tuman. ...90 yil. Bu raqam ortida nima bor? 1936-yil Yakkasaroy tumani. 90 yil bu shunchaki vaqt emas. Bu minglab insonlarning taqdiri. Bu xotiralar. Bu mehnat. Bu orzular. Bu zaminda avlodlar yashadi. Ular mehnat qildi, bunyod etdi, farzand tarbiyaladi va o'zidan keyingi avlodga yanada obod Yakkasaroyni qoldirdi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Здравствуйте, дорогие гости. Serquyosh poytaxtimizga xush kelibsiz. Yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, toshganim onam, toshganim onam, toshganim onam. Seni bir bars ko'rmasam, ko'zlarimdan kimsan o'zing
nimasan? Kimsan o'zing nimasan? Sehrgarmisan? 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 Unchalar qiynamasang, so'zlarmisan? Yorolmadim yiroqda seni sog'inib, bamisoli firoqda yonib o'pirim. 90 yillik tarix ana shu insonlarning tarixidir. yil Yakkasaroy tumani. Bugun esa Yakkasaroy yangi qiyofada. Zamonaviy ko'chalar, obod mahallalar, yangi loyihalar, ta'lim va tibbiyot maskanlari, tadbirkorlik va yangi imkoniyatlar. Va eng muhimi, insonlar uchun yanada qulay muhit. Tarixan Buyuk Ipak yo'li chorrahasi, savdo, sotiq va ilm-fan markazi bo'lgan O'zbekiston jozibador zaminga aylanib bormoqda. Bayram barchamizga muborak bo'lsin. Navruzi olam diyorimizga tinchlik va baxt olib kelsin. Yangi O'zbekiston Navruzi yuksalish va taraqqiyot davri xalqimizga ravnaq va farovonlik ato etsin. Barcha pok niyatlarimiz amalga oshsin. Yaratgan Parvardigor jonajon vatanimizni o'z panohida asrasin. Yangi kun, yangi baxt barchamizga muborak bo'lsin. Bir tumanni tuman qiladigan narsa uning binolari emas, uning odamlari. Har kuni o'z ishini sidqidildan qilayotgan insonlar. Farzandi uchun harakat qilayotgan ota-ona. Yoshlarga bilim berayotgan ustoz. Inson hayotini asrayotgan shifokor. Yangi ish o'rinlari yaratayotgan tadbirkor. Vatanga xizmat qilayotgan fidoyi insonlar. Obodlik
bir insonning emas, obodlik barchamizning umumiy ishimiz. Bir ko'chat, bir obod ko'cha, bir yaxshi tashabbus, bir-biriga yordam bergan insonlar. Ana shu kichik ishlar katta yakkasaroyni yaratadi. 90 yillik tarixning eng katta davomi bugungi yoshlar. Ular bilim oladi, yangi kasblarni egallaydi, texnologiya yaratadi, sportda g'alaba qozonadi va o'z orzulari bilan yakkasaroyning ertangi kunini yaratadi. Lekin tarix shu yerda tugamaydi. Oldinda yangi marralar, yangi g'oyalar, yangi imkoniyatlar, yangi g'alabalar bor. 90 yillik tarix, minglab taqdirlar, bir buyuk manzil. Tarixdan kelajak sari. 90 yilliging muborak, aziz Yakkasaroy.